Men bittasi bilan o'tirib qoldim televideniyada. Endi uni kimligini aytmayman. Bitta kasb egasi, psixologiyaga yaqinman dedi-yu, lekin yaqin emas o'zi. Gaplashib qoldimda, u aytayapti. O'zini terminologiyasini aytayapti-da, o'zi bilgan. Shuni bilmayman deb aytmang, siz bilishingiz kerak buni. Men vaholanki bilmayman uni. U aytayotgan so'zni ma'nosini ham bilmayman, nima eshitmaganman. O'sha narsani menga siz bilishingiz kerak shuni deyapti-da, siz bilmasangiz deb meni o'zimga bo'lgan ishonchimni tushiryapti, ichimda bilmaganligim uchun aybdorlik hissini paydo qilishga harakat qildi. Tushundingizmi? Bu nozik to'nki joyi manipulyator. Keyin aybdorlik hissi bilan o'zimga bo'lgan ishonchim pasaysa, xohlagan gapini gapirsa ham men ha deb turishga, ko'nishga, uni aytgani to'g'ri deb o'tirishga majbur bo'lib qolaman. Bu bitta nozik yo'l. Lekin ko'p holatlarda manipulyatorlar qo'pol yo'l bilan uni amalga oshiradi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri sizni sen buni qilmading, sen eplolmaysan deb sen fahming yetmaydi degandek qilib sizni samatsengizni tushiradi, aybdorlik hissini paydo qiladi. Keyin aybdorlik hissi paydo bo'lgandan keyin sizni boshqarish oson. Shunga e'tiborni qaratinglar. Ko'pchilikning oilasida bor bu narsa. Uyida bor. O'zini kerak bo'lsa farzandlariga nisbatan ham shunaqa manipulyatsiya yo'li bilan o'zini aytganini qildiradigan ota-onalar ham juda ko'p. Hamma ham o'sha o'zini ichki ehtiyojlariga to'g'ridan to'g'ri erisha olmaydi. Imkoniyati yo'q. Aqli ham yetmaydi, imkoniyati ham yo'q, quvvati ham yo'q. Lekin yon atrofidagilardan shu yo'l bilan foydalanib erishsa bo'ladi.